Tovushi boshqa tillarda uchramaydigan arab harfini bilasizmi? Tilimizning orqa tarafini yuqori tanglayigacha ko'taramiz. Tilning oldi tarafi oldi tishlarimizga, na yuqori tarafdagi oldi tishlarimizga ham, na pastki tomondagi oldi tishlarimizga ham tegmasligi shart. Arab tilidagi eng qiyin harflardan hisoblangan, shuningdek, tovushi boshqa tillarda uchramaydigan dod harfi haqida gaplashamiz. Tovushi boshqa tillarda uchramaydigan arab harfini bilasizmi? Keling, bugun shu haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Men Yo'ldoshbek Ibrohim, Mudarris akademiyasida arab tili o'qituvchisiman. Bugun siz bilan arab tilidagi eng qiyin harflardan hisoblangan, shuningdek, tovushi boshqa tillarda uchramaydigan dod harfi haqida gaplashamiz. Ushbu harfning talaffuzida ko'pchilik qiynalishi ma'lum. Demak, bu harfni avvalo biz ilmiy jihatdan o'rganamiz, so'ngra demak, uning talaffuzini oson o'rganishingiz uchun ba'zi tavsiyalarni beramiz. Demak, harfning mahrajidan boshlasak. Dod harfining mahraji, ya'ni chiqadigan joyi tilimizning o'ng yoki chap tomonini yoki har ikki yonini barobariga yuqori jag' tishlarimiz, ya'ni yon tarafda joylashgan yuqori oziq tishlarimizning ichki tomon devor qismiga teg'izish orqali hosil bo'ladi ushbu harfning tovushi, ya'ni paydo bo'ladi. Ammo yetmaydi, ya'ni u tovushi mukammalroq chiqishi uchun buning o'zi yetarli bo'lmaydi. Mahrajda faqatgina tovush paydo bo'ladi. Uni mukammalroq talaffuz qilish uchun esa tabiiyki harfning xususiyatlarini ham bilishimiz kerak bo'ladi. Demak, dod harfini mahrajini bilganimizdan so'ng, endi uning asosiy talaffuzda demak muhim bo'lgan xususiyatlarini bilib olishimiz lozim bo'ladi. Dod harfining eng muhim xususiyatlaridan biri yo'g'onligi, ya'ni dod harfini yoki boshqa yo'g'on harflarni ham biz yo'g'on talaffuz qilishimiz uchun tilimizning orqa tarafini yuqori tanglayigacha ko'taramiz. Qaytaraman, yuqori tanglayigacha ko'taramiz, ammo tegizmaymiz. Demak, tilimizning orqa tarafi yuqoriga ko'tarilib, biroz shishgan holda turadi va shu bilan harfning tovushi yo'g'onlashadi. Biz oddiy holatda do desak, endi qarang. Do. Tilimni orqa tarafini ko'targanim uchun harfning tovushi biroz yo'g'onlashdi. Yana dod harfidagi asosiy xususiyatlardan bittasi bu arab tilida itobaq yoki bo'lmasa boshqa nomi bilan ilsoq deyiladi. Ya'ni ilsoq nima degani? Ilsoq degani lug'atda yopishish degani. Itboq ham xuddi shunaqa, ya'ni yopishish, yopishtirish. Ya'ni tilimizning biroz oldi yuza qismini yuqori tanglayiga biroz yopishtirishimiz, demak, mana shu ilsoq deb ataladi. Dod harfining umumiy hisoblaganda 6 ta xususiyati bor. Ana shundan eng muhimlaridan yana biri bu ilsoq, ya'ni tilimizning oldi yuzasini yuqori tanglayiga yopishtirish. Biroz og'irroq talaffuz qilinadigan, bosim bilan talaffuz qilinadigan ismot harflariga kiradi va demak asosiy xususiyatlaridan yana bittasi va u faqatgina dodga xos bo'lgan xususiyat, e'tibor bering. Bu arab tilida istitola deyiladi, ya'ni tovushning cho'zilishi. Ana bu xususiyatni agar biz yaxshi bilaveradigan bo'lsak, dod harfini yaxshiroq anglay olamiz. Bu xususiyatga to'xtalishdan oldin yuqorida aytganlarimizni qisqacha yana bir eslab olamiz. Ya'ni avvalo uning mahraji, dod harfining mahrajiga ko'ra tilning ikkita yonini barobar yuqori oziq tishlarimizning ichki devoriga teg'izish uchun tilning ikki yonini barobar ko'taramiz. Undagi yo'g'onlik sifatini berishimiz uchun tilning orqa tarafini yuqoriga ko'taramiz va undagi ilsoq sifatini berishimiz uchun tilning oldi yuzasini yuqori tanglayiga teg'izish yopishtirish maqsadida ko'taramiz. Natijada tilning o'rtasida chuqurlik hosil bo'ladi va tovush, ya'ni harfning tovushi o'sha yerda qamaladi. Mana shu joygacha hali biz dodning istitola sifatini bermadik. E'tibor bering. Mana bu tovushni qamab olgunimizgacha bo'lgan jarayonda hali biz istitola sifatini bermadik. Tovush qamaldi. Endi ana shu tilning o'rtasida qamalib turgan tovushni biz tashqariga chiqarib yubormasdan ichkarida biroz cho'zib qo'yishimiz mana bu istitola. Bu dod harfining sukunli holatida yoki tashdidli holatida bo'ladi.
E'tibor bering mana. L L L shaklida. Demak, tovush ichkarida turibdi, hali tashqariga chiqarmadik. Ammo tovushni cho'zyapmiz. L do L do L do tovushni demak bir muddat cho'zib turamiz. Qamalishigacha bo'lgan jarayonni ba'zilar istitora deb o'ylaydi. Istitora nima desa tovushni qamash deya javob beradigan o'quvchilar ham kuzatiladi odatda. Lekin e'tibor bering. Tovushning qamalishi istitora emas. Tovushning qamalishi dodning mahraji bilan, isti'lo ya'ni yo'g'onlik sifati bilan va ilsoq sifati bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar. Mahraj va o'sha sifatlarining ishtirokida tovush zotan qamalib bo'ladi. Va o'sha tovushni biz tashqariga chiqarib yubormasdan ichkarida biroz cho'zib qo'yishimiz mana bu istitora hisoblanadi. Masalan, el dororo. El dororo. Masalan, el dobitu. Masalan, el do. El tovush ichkarida cho'ziladi. Va bitta e'tibor beradigan tomonimiz bor. Dodni talaffuz qilganda ba'zilar dalga aylantirib qo'yadi. D harfiga aylantirib qo'yadi. Bu nimadan hosil bo'ladi? Nimadan kelib chiqadi desangiz, tilning uchini demak oldi tishlarga teg'izishdan demak dodning tovushi dalga aylanib qoladi. Demak biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Talaffuz qilayotgan vaqtimizda harfni tilning oldi tarafi oldi tishlarimizga, na yuqori tarafdagi oldi tishlarimizga ham, na pastki tomondagi oldi tishlarimizga ham tegmasligi shart. Agar tegadigan bo'lsa, unda dodning tovushi yo dalga aylanib qoladi yoki ba'zida masalan vo tovushiga o'xshab qolishi mumkin. Vo bo'lib. Demak, shuning uchun ham tilimizning oldini oldi tarafdagi tishlarga tegizmasdan biroz tilimizni ichkariroqqa tortgan holda dodni talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi. Dodni istitora sifatini berayotgan vaqtda yana bir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihati bor. Bu tovushning burun qismiga o'tib ketib qolmasligiga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni g'unna qilmasligimiz kerak. Masalan, do deyotgan vaqtimizda tovush agar burunga ketib qolsa, do bo'lib qoladi. Bundan ehtiyot bo'lamiz. Tovushning burun tomonga ketmayotganidan, balki o'sha tilni o'rtasida turganidan amin bo'lishimiz kerak bo'ladi. Dod harfining talaffuzini siz oson o'rganishni istasangiz, demak avvalo tilingizni boshqarishni o'rganib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni demak shu shaklda birinchi bo'lib tilingizni erkin ishlatish uchun og'iz ichida aylantiring. E'tibor bering. Ana bu shaklda. Tilingizni, ya'ni og'iz ichida erkin harakatlana olishingiz kerak bo'ladi harflarning talaffuzini o'rganishingiz uchun. Va endi tilingizni oldi tarafini biroz ichkariroqqa tortib, yuqori tangdagiga yopishtirib oling. Oldi tishlarga tegizmasdan yopishtirib oldingiz. Tilingizni orqa tarafini ham biroz ko'targan holda turing. Tovushni harakatli holatda do deya demak qo'yib yuborsangiz bo'ladi. Do shaklda. Harakatli holatini siz o'rganganingizdan so'ng, endi sukunli holatda yana tilingizni o'sha joyga qo'yib yuboringda, boya aytganday qilib joylashtiring, ya'ni tilning oldi yuzasini yuqori tanglaga yopishtirgan holda, uchini oldi tishlarga tegizmang va orqa tarafini yuqoriga ko'targan holda tilingizni qo'yib olasiz va shu shaklda demak deya tovushni biroz ichkarida turib cho'zasiz. Shaklida. Biroz haligi ingraganga o'xshaganroq tovush bilan chiqadi. Avval harakatli holatini siz mashq qiling, qayta mashq qiling va uni o'rganib olganingizdan keyin sukunli holati. Va keyin oxirida oldiga biron bir harakatni, masalan, fathani, eng oson harakat fatha. Demak, fathani qo'yib va undan keyin sukunli holatida deya demak talaffuz qilishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi darsimiz mana shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Agar videomiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosing, izoh qoldiring va kanalimizga obuna bo'ling. Agar arab tilini noldan offline holatda va sifatli o'rganishni xohlasangiz, Mudarris akademiyasiga murojaat qiling.